Urolog bo'lib ishlayotgan vaqtimda qiziqarli holatlar juda ko'p bo'lgan, qiziqarli operatsiyalar ham. Birinchisi bo'lgan holat ayanchli holat. Yoshlarga eslatma, narkotik sizni o'ldiradi deyishligi juda to'g'ri. Nafaqat sog'lig'ingizni, ba'zi bir holatda hattoki o'zingizga ham, organingizga ham xavfli. Tungi navbatchilik vaqtimda tezkor yordam bir og'ir bemorni olib keldi. O'zini moyaklarini lezva yordamida kesib, bitta moyakni olib tashlagan, ikkinchi moyakni esa endi kesib qo'yayotgan vaqtida hushidan ketib qolgan. Yaqinlari topib uni tez yordam mashinasini chaqirishgan. Keyinchalik bilganimizda u yosh bola narkotik vositalarni qabul qilgan va gallyutsinatsiya holatligida bilmagan holatda o'zini amputatsiya qilishlik holatiga olib kelgan. Ko'rdingiz do'stlar? Oddiy bo'lib ko'ringan, sizni qanaqadir lazzat olmoqchi bo'lgan holatingiz qanaqa muammolarga olib kelishi mumkin. Biz bu bemorga plastik jarrohlik yordamida tiklashlikni amalga oshirdik, moyakning bittasini to'liq amputatsiya qilib olib tashladik va hayotini saqlab qoldik. Har qanday narkotik vositalari sizni hayotingizga xavfli ham kelajakda va qisqa vaqtda ham. Chunki ular bo'lar bo'lmas gallyutsinatsiyalarni olib kelib, sizni aql bovar qilmas harakatlarga, hattoki moyakingizni kesib tashlash holatiga ham olib kelib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu haqida ozgina tafakkur qiling.